أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aldı bilen bütün hamd sana maqtaşla büyük fervaydigarımız Allah subhanahu ve ta'ala bolsun. Allah'ın rahmeti ve selamları Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bolsun. Bugün toxtalmaqçı olan mavzu bütün azaplarını unutuldurduğan nimet degan muş mavzu haqqında toxtalmaqçı. Hammamizga ma'lum bo'lgandek Allah subhanahu ve ta'alaningki insaniyetga mümin musulmonlarga ato qilgan ne'matlari nihoyat ko'p. Allah Qur'oni Karimda va in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha deb bayon qilgan. Ya'ni Allohning ne'matlarini sizlar sanab tugatanmaysizlar deb. Lekin inson ko'pincha vaqtda bu ne'matlarni unutib qoladi. Ne'matningki eng kattasi tabiiy holda aql egillari haqiqatni tunigan kishilar uchun iman islom ne'mati. Iman islomdan katta hech qanday ulug' ne'mat yo'q. Nima uchun iman islomdan katta ulug' ne'mat yo'q desa, inson dunyoda mal dunyoni, sog'lomlikni, huquq mansabni alohida cho'ng ne'mat, cho'ng boylik deb qaraydi nurg'un insonlar. Imonning haqiqatini bilmaganlar. Lekin iymon egillaricho, haqni tunuganlarcho desa, qat'iy undaq deb qarmaydi. Bu katta ne'matlar dunyoda zolimlar, kafirlar yaşayotgan bu boylik, ne'mat, huzur, halovatning hammasi qiyomat kunidagi davzaxdagi 1 minutlik azobgacha teng kelmaydi. Peygamber aleyhisselam muşahda bütün kafirlarni agahlandırıp, munafiqlarni agahlandırıp, iman egillerini cennet ehlidan bo'lishga qiziqtirib, büyük bir hadisida alohida bir yo'l yo'riq ko'rsatgan. Bu hadisni İmam Muslim ve onundan başqa sahih kitaplar hammasidagidek har xil lafzlar bilan rivoyat qilgan. İmam Muslimning rivoyatida عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة فيقال هل رأيت خيرا قط وهل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب. Mana bu kafirlarninki, davzax ahlininki qiyomat kunidagi so'zi, javobi. Bu hadis Peygamber aleyhisselam nima deydi desa, qiyomat kuni dunyo ahlidan alohida huzur, halovat, boylik, ne'mat, huquq, mansabda o'tgan katta bir odam keltirildi deydi. Lekin bu qanday odam desa, davzax ahlidan. Yani davzax kirishga loyiq ishlarni qilgan adam. Bu odam keltirildi, davzaxga bir qatim chundiriliblam elindi deydi. Yani sibg'ah deb mushundaq nakira deb qo'ydi arab tilida. Mushundaq siyg'i bilan keltirishi bu chundirishning ne kadar az ekanligini. Xuddi bir istikan suvga bir odam qo'lini chilaplab olgandek. Mushundaq ozg'ini davzaxning o'tiga chumdirib, davzaxning o'tirini chiqarildi, undan keyin bu odamga deyildi deydi. Ey odam,
ey odam bolasi, ey mening bandam, sen yaxshilikni ko'rib baqdingmi dunyoda? Sen dunyoda ne'mat ko'rib baqdingmi deb mushundaq so'raladi. Bu yerda hal ra'ayta khayran qat va hal marra bika na'imun qat deb mushundaq khayran, na'im deb mushundaq yani nakira siyg'isini keltirishi arablarda bir qoida va an-nakiratu fi siyaqil istifham tufidul umum deb. Yani bu nima degani desa, kichikkinam yaxshilik demoqchi. Yani qanchalik oz darajadagi ne'mat bo'lsin, qanchalik oz darajadagi yaxshilik bo'lsin, yani kichikkinam yaxshilik, kichikkinam yaxshi ne'mat ko'rdingmi deb mushundaq desa, bu do'zax kirishga loyiq bo'lgan bu odam la vallahi ya Rab. Men o'zlari bilan qasam qilaman, Alloh bilan qasam qilamanki, men hech qanday yaxshilik ko'rib baqmadim, hech qanday ne'mat ko'rib baqmadim deb mushundaq javob berdi deb. Demak, bu inson dunyoda qilgan, mo'minlarga qilgan zulmlarni xo'shulab turib, haq egallariga qilgan zulmlarni, bularni qilgan dafsanda qilishlarini, bularning mol-mulkini bo'lganligini, zaminlarini besavaganligini bu dunyoda çok alohida cho'ng ish, cho'ng ne'mat, cho'ng huquq deb bilgan. Mushundaq katta ne'matni bir qatim do'zaxga cho'mdirish bilanlamcho hammani unutdi. Yani azobning naqadar qattiqligidan, azobning naqadar qattiq eg'irligidan dunyodagi 50-60 yilda yashagan hayotdagi huzur halovat ne'matning hammani cho unutib ketdi deydi qarindoshlar. Shuning uchun bu hadisda mushundaq bugungi kunda yanala kafirlarningki tunuğu urinib olgan, kafirlarning xizmatini qilayotgan, kafirlardan ma'lum mol-mulkka erishiman, zolimlardan huquqqa erishiman deb iymon egillariga, islom egillariga zulm qilayotgan, bularni turmalarga tashlashga sabab bo'layotgan har qanday bir munofiq, har qanday bir Uyg'ur o'zicho alohida hazar aylishi, diqqat qilish kerak. Qarindoshlar, bütün Uyg'ur xalqi, bularning ishidagi mayli munofiqlar bo'lsin, mayli kadrlar bo'lsin, hatto chet ellardimi yanala Uyg'ur xalqiga, Uyg'ur musulmonlarga ziyon yetkazishga harakat qilayotgan har bir shaxs o'zining o'lishini, o'lgandan keyingi qattiq bir azobga duchar bo'lganligi, uchraydiganligini o'ylash kerak. Bu dunyoda zolimga xizmat qilaman deb erishgan az to'la mol-mulk yoki huquq yoki mansab, buning hammasi shu do'zaxga bir qatim cho'mdirib elinish bilan hammasi unutildigan, hammasi yo'qaydigan, hech qanday ne'matda, hech qanday yaxshilikda yashamabdiman deydigan bir kun cho'qim keladi. Shuning uchun har bir Uyg'ur alohida Allohga tavba qilishi, Alloh subhanahu va taologa qaytishi, zolimlarningki xizmatini qilishdan, bularning chakarligini qilishdan cho yuz o'rishi har bir Uyg'urning mas'uliyati, majburiyati. Bunun muqobilisida hamda mu'min, iymon egisi qanday bo'ladi desa, va yu'ta hadisning oxirisida va yu'ta bi ashaddin nasi bu'san min ahlil jannah fa yuqalu lahu hal ra'ayta bu'san qat wa hal marra bika shiddatun qat fa yaqul la wallahi ya rab ma ra'aytu bu'san qat wa ma marra bi shiddatun qat deb javob berdi deydi. Bu mu'mincho desa, mush dunyoda iymon islomni deb tartgan bütün azoblarni, bütün zulmni, turmalarga kirib tartgan zulmlarni, ballardan ayrilib yoki ota-onalardan ayrilib tartgan g'am qayg'ularni, chet elga chiqib erkin islom iymon bilan bir yashay olamanmi chet elda deb
hicret yollarida tartkan bütün zulümlerini. Manı tutup alamı, ivet tutup alamı, turmak kirip kalamam mı? Dep tartkan bütün gam kaygılarını, bütün musibetlerini, bütün yüzünün horluk his kıygan küllerini, vakitlerinin hemmisini çoğu, bu bende cennet kirişi bilen. Yani cennet kirip, hadiste feyusbagu fil cenneti sibga. Cennetnin nimetlerine cennet ehlinden boğan, dünyada acayip kıyınçılıkta yaşayan, acayip musibetlerde yaşayan, acayip horlukta yaşayan bir müminni ekilip Allah subhanahu ve taala bu müminni yani cennetnin nimetlerine çümdürdü. Cennetnin nimetlerine çümdürüp lan bu müminni çıkarıp onun dekin soraydı deydi. O müminge iyi bendem sen dünya hayatında qattiqchilikni o'tkazib baxtingmi? Xapılık musibet beşiңdan o'tdimi? Yamanlık ko'rdingmi? deb mushundaq deyiladi. Deyilgan vaqtda bu jannatdagi ne'mat, jannatdagi huzur halovatning naqadar kattiligi, naqadar yuqoriligi, ulug'ligidan bu banda dunyoda yashagan 50-60 yillik hayotidagi jafo mushaqqatlarning hammasini unutib ketadi deydi qarindoshlar. Hammasini unutadi. Mayli Türkiye'de yaşayotgan hayatımızda nurg'un qarindoshlarimiz ajoyib jafolarda yashayotdi. Uy o'ltiray desa uy yo'q. Turmush quray desa pul yo'q. Nurg'un mayli o'g'il bo'lsin, mayli qiz bo'lsin. Nurg'un yetim bolalar va nurg'un tul ayollar va erillardan ayrilgan, erillari vatanda qolib qolgan. Ensirash va mushadimi? Mushundaq ensirashda, bechorlikda, xapılıqda yaşayan mayli vatandagi qarindoshlarimiz bo'lsin, mayli chet el hijrat yo'lida tatgan jafolar bo'lsin, yoki bu yerga kelgandan keyin hozir qadar tatayotgan jafo mushaqqatlar bo'lsin, bular hammasi iymon islom bilan mush dunyodan ayrilishga tirishchanlik qilsa, iymon islom bilan ketishga harakat qilsa, davzaxga elib boradigan amallardan jiroq bo'lib, jannatga erib boradigan, jannatga boshlaydigan yo'llarda tirishchanlik bilan mangsa, bu jafo mushaqqat xapiliqning hammasini bir qatimliq jannatning ne'matlariga cho'mdirishdan iborat mush ne'matul Allamcho jafo mushaqqat xapiliqning hammani unutilganligi mana bu hadisda aniq ko'rinib turibdi qarindoshlar. Shuning uchun bütün musulmonlardan, Uyg'ur musulmonlardan nada olayli biz jannatga kirishga loyiq yo'lda mangayli. Jannat ahlidan bo'lishga tirishchanlik qilayli. Hayot dunyodagi ma'lum manfaat, ma'lum huquq yoki mansab o'rinni deb dinimizni satirgan, millat xiyonat qildigan, dinga xiyonat qildigan yoki o'zaro qarindoshlarga xiyonat qildigan, o'zaro musulmonlarga zulm qildigan ishlardan yiroq bo'layli qarindoshlar. Payg'ambar alayhissalom yana bir hadisda Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan bir hadisda mawdi'u sawtin fil jannati khayrun min ad-dunya wa ma fiha degan qarindoshlar. Jannatdagi kichikkina bir qamchi qo'yg'idak yagi erishganlikning o'zi jannatda. Bir talhasini qo'yg'idak yagi erishganlikning o'zi dünya ve dünyada ba nimetlerinin hemmisinin yaxshi, hamma narsasidan yaxshi degan. Shuning uchun biz inshaalloh bu alamlar, bu musibatlar, bu xafalıqlarning hammasi ketadi. Biz qilib qolamiz. Ya'ni dunyoda uylab ketgan bilan qiyomat kunicha tirilimiz, hammamiz qilib qolamiz. Allohninki ya müminlarni mukofotlaydigan jannatdan o'rin olamiz yoki jannat ahliga loyiq yo'lda manganmay qilib qolsak, davzaxdan o'rin olamiz. Shuning uchun biz jannat ahlidan bo'lishga tirishchanlik qilayli. Dunyodagi kelayotgan musibatlarga sabr qilayli jannat ahlidan bo'lish uchun. Mana bu jannat ahlining yo'li.
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Sabr qilguvchilarga, jafo mushaqqatlarga, iymon islom yo'lida sabr qilguvchilarga Alloh va taolo mukofotni hisobsiz beradi deb mushnaq degan. Shuning uchun hammamiz tirishchanlik qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammamizni jannat ahlidan bo'lishga nasib qilsin. Jannat ahlining yo'lida mingishga nasib qilsin. Jannatning yo'lini hammamizga oson ko'rsatsin, oson qilib bersin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Subhanakallahumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illalloh nastaghfiruka va natubu ilayk.